Pikapga qiziqadigan o'zbek segmentiga shu ikkita avtomobil taqdim qilinganda yo'llari ayriladi. Xo'sh, qaysi biri tezkorroq, qaysi biri baquvvat hisoblanadi? Uni kelasini solishtirib ko'ramiz. Ford F150 da 3.5 litrli twin turbo V shakldagi 6 ta silindr. Toyota TRD Pro da esa 3.4 litrli V shakldagi 6 ta silindrga twin turbo bo'ladi. Qo'shimchasiga gibridli motori bilan. Va xulosada esa 690 Nm 450 ot kuchi bo'ladi. 502 dan 507 sekund atrofida 0 dan 100 gacha qo'zg'alib berishi mumkin. Tundrada esa 437 ot kuchi 790 Nm bo'ladi. 507 sekunddan 509 sekund oralig'ida vaqt teza olishi mumkin 0 dan 100 gacha. Tundrada gibridli motor o'rnatilganligi uchun sal kamroq xarajat qilishi mumkin. Ya'ni 16 litrdan 20 litrgacha xarajat qilishi mumkin 100 kilometrga. Qo'shimchasiga Fox mexaniskiy bypass amortizatorlari o'rnatilgan bo'ladi. F150 Raptorda esa gibridli uстановка o'rnatilmaganligi uchun 18 litrdan 20 litr atrofida va yana haydashingizga qarab xarajat ko'payishi mumkin. Va qo'shimchasiga aqliy salohiyatga ega bo'lgan Fox amortizatorlari o'rnatilgan bo'ladi. Tundraning buksirovkasi 5 tonna atrofida bo'ladi. Yuk ko'tarish quvvati esa 800 kilogramdan 1 tonnagacha bo'lishi mumkin. Raptorda esa holat sal boshqacharoq, chunki bu avtomobil off-roadda sakrash uchun mo'ljallangan bo'ladi. 4 tonna atrofida buksirovkasi va yuk ko'tarish quvvati esa 800 kilogram atrofida bo'ladi. Bu ikki qutbni xulosasini o'zingizga qoldiraman. Siz qaysi birini olgan bo'lardingiz? Ford F150 Raptormi yoki Toyota Tundra TRD Promi? Albatta bu pikaplar yoki dunyoda ishlab chiqarilayotgan boshqa pikaplarni rasmiy dilerdan olib, sizni qo'lingizgacha yetkazib berishimiz mumkin. Telegram havolamiz orqali Telegram kanalimizga o'tib, kunlik e'lonlarni, uning narxlari, batafsil ma'lumotlari va boshqa to'lovlarni tanishib chiqsanglar bo'ladi.